Kundalik eslatma. Yangi kiyim kiyganda o'qiladigan duo. Allohumma lakal hamdu anta kasawtani. As'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lah. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. Ma'nosi: Allohim, senga hamd bo'lsin. Sen buni menga kiygizding. Sendan uning yaxshiligini va unga beriladigan narsaning yaxshisini so'rayman. Uning hamda unga qilinadigan narsaning yomonligidan panoh tilayman. Eski yoki yangi kiyim kiyganda o'qiladigan duo. Alhamdulillahillazi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwah. Ma'nosi: mana shu libosni kiygizgan va uni menga o'z tarafimdan hech bir kuch-quvvatsiz nasib qilgan Allohga hamd bo'lsin. Har ikkala hadisni ham Abu Davud rivoyat qilganlar. Hadis isnodlari hasan, ya'ni unga amal qilsa bo'ladi. Vallohu a'lam.